arzon kelganlar o'zlari tadbirkorlik uchun shundaymi? Tadbirkorlarga nimmasini tadbirkor qilishi ularni tushunchalarini beradi. Assalomu alaykum. Bugun vaqtlar zo'rlik. Shu bizlardan Milliy bank shu nimaga biriktirilgan Chexoy mahallasiga mahalla bankiriman, ismim Shaporovdan. O'zimizda bor kreditlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Shu mahallada berilgan imtiyozli kreditlar, keyin o'sha o'zimizda bor kreditlar. Bizda hozir biznesga orqadan degan kreditimiz ochilgan. 10 million atrofida 10 milliongacha beriladi. 23 foizdan 1,5 yillik. 1,5 beriladi. Bu misol uchun tadbirkorlikda birinchi amalga oshirish uchun imkoniyat qilib berilgan, yaratilgan kredit berib hisoblanadi. Ya'ni o'sha birinchi boshlash uchun kam miqdordagi pul bilan boshlash, chorva uchun, parranda, asror, xohlagan tadbirkorga yo'nalishiga kredit qilsa bo'ladi. Keyin shu PK 312 sonli qaror, prezident qarori 312 sonli qaror, bu YTT va yuridik shaxsga ajratilgan kreditlar hisoblanadi. Bunga qanday holda beriladi? Mana 100 million atrofida beriladi. 100 milliongacha garov talab qilinmaydi. Ya'ni o'sha kafillik asosida, keyin sug'urta kafillik asosida beriladi. 100 milliondan o'tadigan bo'lsa, 300 milliongacha bo'ladigan bo'lsa, bu zalog talab qilinadi. Bu zalogga nimalar kiradi? Avtotransport vositalari, keyin ko'chmas mulk. Ko'chmas mulk vositalari kiradi. Bu muddatlari 36 oygacha imtiyoz davri bilan beriladi, 80 oyga beriladi. 19 dan 23 oygacha hududdagi qarab bo'linib qilib beriladi. Video bilan.